Geçirinler vatandaşlarım. Endiki mavzu. Cundan kaynan partlatqıç karakterlik məxfi hücceti baş oldu. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi javob qaytardi. Mavzuga xabar 1-oyning 4-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washingtonda nashr qilingan Erkinlik Munari gazeti Jungo Kompartiyasi Markaziy xizmat ishxonasining o'tgan yili 9-oyning 15-kuni tarqatgan bir parcha maxfiy hujjatini oshkorlab e'lon qildi. Amerika matbuoti bugun bunda xabar qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti Chavshanni yadrosizlashtirishni talab qilmaydi. Diqqat! Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti Chavshan, ya'ni Chavshan yarim orolini yadrosizlashtirishni talab qilmaydi. Chavshan yadro qurollarini qayta sinaq qilmaydiganlar bo'lsa, Chavshanga mablag' yordami va harbiy ishlar yordami berishni xohlaymiz. Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining hujjati ikkinchi va pash bo'lib qoldi. Biz bu hujjat qarta Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mahkamasi ifoda bildirib bundaq ko'rsatdi. Hujjatning chinligini tushunmoqchi bo'lyapmiz. Rost bo'ladigan bo'lsa, bu ishga chunqur diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. Demak, Chavshan masalasi Jungo'ga yordam qilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari bu hujjat to'g'risida dediki, hozir buni tekshiryapmiz. Rost bo'ladigan bo'lsa, bu hujjatga jiddiy muomala qilish to'g'ri keldi. Hujjatning mazmunida Chavshan yadro qurollari sinaq qilmaydigan bo'lsa, Jungo taraf Chavshan yarim orolini yadrosizlashtirishni talab qilmaydi. Siyosiy strategiya masalalarini o'ylashib, Chavshanning xalq turmushi va asosiy qurilishiga yordam berishni xohlaymiz. Hamda Chavshan Jungo ozodlik armiyasining eng ilg'or o'tir masofali raketa texnikasi va yuqori darajali harbiy ishlar texnikasi bilan ta'minlab, Chavshanning muqimligini qo'g'dish bilan hamkorlashamiz. Ko'rdingizmi, hujjat nima deydi? Chavshanni eng ilg'or ozodlik armiyaning eng ilg'or raketa texnikasi bilan ta'minlaymiz deyotdi Xitoy hujjatida. Bu hujjatning mazmuni Jungo ta'kidlab kelgan Chavshan yarim orolini yadrosizlashtirish nishoni bilan qaychilishib qoldi. Enlik xabar, bu xabarga diqqat qilish, hurmatli vatandoshim, nima deydi? Prezident Trump hukumati mayning 5-iga bir kaltak soldi. Beijing buni qo'l soldigan bo'ldi. Mavzular xabar 1-oyning 3-kuni Van torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Amerika savdo munosabatining jiddiyligiga yana bir misol tamsil qo'shildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining nazorat qilish bo'limlari tasdiqlamaganlikdan Alibabaga munosabatlik, Alibaba shirkatining ismi. Alibabaga munosabatlik cho'mili Jimbao sotib olish shirkati Amerikaning tashqi privat yo'llash shirkati MoneyGram'ni sotib olish plani amaldan qoldirildi. Cho'mili Jimbao shirkati MoneyGram shirkatiga $30 million kelishimni bekor qilish puli topshirgan bo'ldi. Xinhua inglizcha obzorda mundaq javob qaytardi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati agar savdo tijorat masalasida o'z beshimchilik qiladi ekan, Jungo qarshi turish tadbiri qo'llanadi. 2018-yili Jungo Amerika savdosi tavrlash yo'liga tushib qoldi. Maqolada bundaq ko'rsatildi. Amerika Jungo o'rtasida jiddiy savdo munosabatlari tizginlanishi kerak. Cho'mili Jimbao shirkati bilan MoneyGram shirkati
birleşme bayanat e'lon qilib, garchi har xil usullar bilan Amerika tashqi davlatlarga mablag' solish komitetiga ta'sir ko'rsatgan bo'lsaqmi, ikki shirkat o'rtasidagi savdo yanala bu komitetning tasdiqlashiga erishalmadi deb ko'rsatdi. MoneyGram şirketining ijroiya raisi Alex Holmes bunday ko'rsatdi. Amerika hukumatiga zo'r darajada moslashish bilan tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsaqmi, ahvol aniq bo'ldiki, qo'shib setib olish tasdiqlanmadi. Ham cho'milijim bo'v savdosi boshlangandan beri geopolitik siyosiy muhitda zo'r o'zgarish bo'ldi deb ko'rsatdi. Demek biz o'tgan yil 12 oyning oxirida savdo tijorat masalasi bilan Jungo Amerika o'rtasida bo'lib o'tgan ishlar emas, o'rtada bo'lib o'tgan ishlar emas, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi siyosat o'zgarishini ko'rib o'tgan edik. Endi birinchi bo'lib Mayunning Alibaba şirketi, Jungoning eng so'nggi shirkati, chet elda bozorga chiqqan shirkat, Amerikada bozorga chiqqan shirkat. Bugun bu Alibaba şirketi Amerikada MoneyGram degan shirkatni qo'shib sotib olish planini tuzgan bo'lsa-mu, lekin bu plan Amerika Qo'shma Shtatlarining mablag' solish komiteti tomonidan tasdiqlanmadi deydi. Endi bu aytganda Jungoga birinchi zarba yetib keldi. Savdo sohasidagi birinchi zarba yetib keldi deganlikdir. O'tgan yili Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining a'zolari cho'mili Jimbo şirketi bilan Jungo hukumatining munosabatidan gumonlangan. Amerikaning bexatarligiga tahdid elib keladi deb hisoblagan. Bu ishdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi xabardor. Chunki buning keyingi Jungo hukumati va setib olishdan keyingi Jungo hukumati va deb hisoblagan. Endi hozir bu Alibaba şirketining MoneyGram şirketini setib olishi so'g'achalaydi. Demak, bu hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga siyosat xarakterida olib chiqib, konkret holda bir zarba berdi deganlikdir. Ne buluyordu bu?